Agar sizning o'yingizda gaz hisoblash bo'lsa, bugungi ma'lumot sizga bevosita tegishli. Chunki bitta oddiy tekshiruv, bitta o'z vaqtida topshirilmagan ariza yoki bitta noto'g'ri rasmiylashtirilgan dalolatnoma sababli odamlar millionlab so'm jarimaga tushib qolishi mumkin. Eng ko'p qo'rqitadigan raqam esa mana shu 22,5 million so'm. Bu pul ko'pchilik oilalar uchun bir necha oylik, hatto bir yillik jamg'arma degani. Men bugun sizga gaz hisoblagich tekshiruvi, plombalar, davlatnomalar, gaz xodimlari bilan muomala, noqonuniy hisob-kitoblar va kvartirani qarzdorlik bosimi ostida yo'qotmaslik uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Bu mavzu har bir xonadon egasi, ijarachi, pensioner, yosh oila va uyini yangi olgan odam uchun juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam keyin sudma-sud yurmaydi. Oldin ko'p narsalar ancha sodda edi. Gaz xodimi kelardi, hisoblagichga qarardi, ko'rsatkichni yozib ketardi. Hisoblagichning tekshiruv muddati kelgan bo'lsa, og'zaki aytib qo'yardi yoki ayrim joylarda ogohlantirish qoldirilardi. Odamlar ham ko'pincha buni jiddiy qabul qilmasdi. Keyin qilarman, hali vaqt bor. Gazchilar o'zlari aytadi, hisoblagich ishlab turibdi-ku deb yillar o'tib ketardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Hisoblagichlar elektron bazalarga ulangan. Abonent hisob raqamlari orqali iste'mol nazorat qilinadi. Plombalar raqam bilan qayd etiladi. Tekshiruv muddatlari tizimda ko'rinib turadi. Shu bilan birga tartiblar qattiqlashgan. Agar hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa, plomba buzilgan deb gumon qilinsa, hisoblagich joyidan qo'zg'atilgan bo'lsa yoki gaz xodimi noqonuniy ulanish deb dalolatnoma tuzsa, oddiy iste'molchi birdan katta summa oldida qolishi mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, ko'pchilik odamlar qaysi holatda haqiqiy jarima, qaysi holatda qayta hisob-kitob, qaysi holatda esa xodimning noto'g'ri talabi ekanini ajrata olmaydi. Masalan, gaz hisoblagich muddati tugagan bo'lsa, bu avtomatik tarzda siz gaz o'g'irladingiz degani emas. Plomba eski bo'lsa ham. Bu darhol aybni tan olish kerak degani emas. Xodim dalolatnoma tuzsa ham bu hujjatga ko'r-ko'rona imzo qo'yish shart degani emas. Mana shu nozik joylarni bilmaslik millionlab so'mga tushadi. Yana bir muhim narsa, ko'p odamlar kvartirani olib qo'yishadi degan gapdan vahimaga tushadi. To'g'ri, kommunal qarzdorlik sudga chiqishi, ijro ishiga aylanishi, bank kartalaringizga taqiq qo'yilishi, mol-mulkka nisbatan choralar ko'rilishi mumkin. Lekin bu jarayon bir kunda bo'lmaydi. Avval qarzdorlik asosli bo'lishi, sizga xabar berilishi, da'vo yoki ijro hujjati bo'lishi, siz e'tiroz bildirish imkoniga ega bo'lishingiz kerak. Shuning uchun eng katta xato qo'rqib, hech narsani o'qimasdan imzo qo'yish va keyin jim yurish. Men birinchi navbatda kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq aytaman. Agar sizning gaz hisoblagichingizning davlat tekshiruvi muddati tugagan bo'lsa yoki qachon tugashini bilmasangiz, siz xavf zonasidasiz. Hisoblagich pasportida, oxirgi qiyoslash guvohnomasida yoki gaz ta'minoti tashkiloti bazasida tekshiruv muddati ko'rsatiladi. Ko'p hollarda odamlar uy sotib oladi, eski egadan hisoblagich qachon tekshirilganini so'ramaydi. Keyin 2-3 yildan keyin katta muammo chiqadi. Masalan, bir oila 2020 yilda kvartira sotib oldi. Hisoblagich 2016 yilda o'rnatilgan, tekshiruv muddati esa allaqachon kelgan bo'lgan. Yangi egasi buni bilmagan. Gaz xodimi kelib, hisoblagich muddati o'tgan, iste'mol noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin deb dalolatnoma tuzadi. Keyin ularga o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Oila bu davrda biz yashamagandik deydi. Lekin hujjatlar vaqtida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun uy olgan kuni gaz, elektr, suv, issiqlik bo'yicha hisoblagichlarning ko'rsatkichini, plomba raqamini va tekshiruv muddatini yozib olish shart. Ikkinchi xavfli guruh ijaraga uy beradiganlar. Uy egasi boshqa joyda yashaydi. Ijarachi gazdan foydalanadi. Xodim kelganda eshikni ochadi yoki ochmaydi. Dalolatnoma imzolaydi yoki rad etadi. Keyin qarzdorlik uy egasining abonent hisobiga yoziladi. Men ko'p marta ko'rganman. Uy egasi men ishlatmaganman deydi. Gaz tashkiloti esa abonent sizning nomingizda deydi. Agar ijara shartnomasi rasmiy bo'lmasa, hisoblagich ko'rsatkichi topshirish, qabul qilish dalolatnomasida yozilmagan bo'lsa, javobgarlikni ajratish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi guruh xususiy hovlida yashaydiganlar. Hovlilarda gaz uskunalar ko'p bo'ladi. Qozon, kolonna, plita, isitish pechi, ba'zida qo'shimcha qurilmalar. Agar kimdir
faqat vaqtincha deb gaz quvuriga noqonuniy ulanish qilsa, hisoblagichni chetlab o'tsa yoki gaz uskunasini ruxsatsiz almashtirsa, bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bunday holatda faqat jarima emas, xavfsizlik masalasi ham bor. Gaz sezib chiqsa, portlash, yong'in. Qo'shnilar hayoti xavf ostida qoladi. 4-guruh hisoblagich plombasi shikastlanganini sezgan, lekin e'tibor bermagan odamlar. Plomba ipi uzilgan, raqami ko'rinmay qolgan, qopqoq qimirlagan. Hisoblagich korpusi shikastlangan bo'lishi mumkin. Ba'zida bola tegib ketadi. Ta'mir paytida usta urib yuboradi. Devor so'qlaganda hisoblagich joyidan siljiydi. Odam mayda narsa deb yuradi. Lekin tekshiruvda bu aralashuv belgisi sifatida baholanishi mumkin. Shuning uchun plomba yoki hisoblagichda o'zgarish ko'rsangiz, darhol ariza yozish kerak. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizda hisoblagichning tekshiruv muddati amalda bo'lsa, plomba butun bo'lsa, ko'rsatkichlar muntazam topshirilgan bo'lsa, to'lovlar o'z vaqtida qilingan bo'lsa va gaz uskunalariga ruxsatsiz o'zgartirish kiritilmagan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Lekin xotirjam degani hujjatlarni unutish degani emas. Har bir xonadonda gazga oid alohida papka bo'lishi kerak. Shartnoma, hisoblagich pasporti, qiyoslash hujjati, oxirgi to'lov cheklari, gaz xodimlari tuzgan dalolatnomalar nusxasi, murojaat raqamlari. 22-25 ming so'm masalasiga alohida to'xtalaman. Bunday katta summa odatda oddiy oylik to'lovdan chiqmaydi. U qayta hisob-kitob, me'yor bo'yicha hisoblash. Noqonuniy ulanish gumoni, plomba buzilishi yoki hisoblagichga aralashuv kabi holatlardan kelib chiqadi. Masalan, gaz tashkiloti hisoblagich ishonchsiz ishlagan deb bir necha oy yoki bir yil uchun iste'mol me'yor asosida qayta hisoblaydi. Agar xonadonda isitish uskunasi bo'lsa, maydon katta bo'lsa, ro'yxatda odamlar soni ko'p bo'lsa, summa tezda oshib ketadi. Shuning uchun raqamdan qo'rqishdan oldin u qanday hisoblanganini talab qilish kerak. Men real hayotga yaqin misol keltiraman. 3 xonali kvartirada 4 kishi yashaydi. Gaz plita bor. Lekin isitish markazlashgan. Oylik gaz to'lov nisbatan kichik bo'lishi kerak. Agar bunday xonadonga birdan 2 million so'mdan ortiq qarzdorlik yozilsa, bu albatta tekshirilishi kerak. Hisoblash davri qaysi sana bilan olingan? Qaysi me'yor qo'llangan? Nima uchun aynan shu muddat? Dalolatnomada qanday holat yozilgan? Laboratoriya tekshiruvi bormi? Iste'molchi imzo qo'yganmi? Guvohlar bormi? Shu savollarga javobsiz pul to'lashga shoshilmang. Boshqa misol. Hovlida gaz qozoni bor. Uy bitta 2 kvadrat metr qishda isitish gaz bilan. Hisoblagi ishlamay qolgan, lekin egasi buni xabar qilmagan. 3 oy o'tgan. Bu holatda gaz tashkiloti me'yor asosida qayta hisob-kitob qilishi mumkin va summa ancha katta chiqadi. Bu yerda iste'molchining xatosi, nosozlikni vaqtida bildirmagani. Agar u birinchi kuni ariza yozganda kelib ko'rib, hisoblagichni almashtirish yoki tekshiruvga yuborish rasmiylashtiriladi. Keyingi bahsda men xabar berganman degan isbot bo'lardi. Yana bir misol, gaz xodimi keladi, plomba buzilgan deydi. Uy egasi qarasa plomba joyida, lekin ipi biroz bo'shashgan. Xodim dalolatnoma yozadi va imzo qo'ying, keyin hal bo'ladi deydi. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan gaplar yozilgan bo'lsa, imzo qo'yishdan oldin o'z e'tirozingizni yozing. Masalan, dalolatnomada ko'rsatilgan plomba buzilganligi haqidagi xulosaga qo'shilmayman. Hisoblagichga aralashmaganman. Mustaqil tekshiruv va qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Imzo qo'ysangiz ham yoniga e'tirozingizni yozing. Bo'sh joy qoldirmang. Endi eng ko'p tushunilmaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchisi, xodim kelgani uchun har doim uyga kiritish shartmi? Gaz xavfsizligi bo'yicha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Lekin xodim o'zini tanishtirishi, xizmat guvohnomasini ko'rsatishi, qaysi tashkilotdan kelganini aytishi kerak. Siz guvohnomani ko'rishga, ismini yozib olishga, topshiriq yoki tekshiruv asosini so'rashga haqlisiz. Bu qarshilik ko'rsatish emas, bu normal ehtiyotkorlik. Ikkinchisi, dalolatnoma tuzilsa, u darhol yakuniy hukm emas. Dalolatnoma bu holat qayd etilgan hujjat. Undagi ma'lumotlar keyin hisob-kitobga asos bo'lishi mumkin. Lekin siz unga e'tiroz bildirishga haqlisiz. Agar siz uyda bo'lmasangiz, qo'shni yoki begona odam imzo qo'ygan bo'lsa, bu ham alohida tekshirilishi kerak. Ayniqsa, dalolatnomada iste'molchining tushuntirishi yo'q bo'lsa, foto yoki video dalillar bo'lmasa, plomba raqami aniq yozilmagan bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichi kiritilmagan bo'lsa, bu hujjat ustidan bahslashish mumkin. Uchinchisi, hisoblagichni o'zingiz yechmang.
Juda muhim qo'yda men faqat ustaga ko'rsatmoqchi edim. Men changini artdim, men devorni bo'yash uchun vaqtincha olib qo'ydim degan gaplar sizni himoya qilmasligi mumkin. Hisoblagich, plomba, gaz quvuri, kran va ulanish joylariga ruxsatsiz tegish xavfli. Agar ta'mir bo'lsa, oldindan gaz tashkilotiga ariza bering, xodim chaqiring, ishni rasmiylashtiring. Rasmiy yo'l biroz vaqt oladi, lekin keyin millionlab so'mlik muammoni oldin oladi. To'rtinchisi, og'zaki kelishuvga ishonmang. Ba'zi odamlar garchi aka aytdi, keyin kelaman deb yuradi. Huquqiy jihatdan sizga yozma iz qoldiradigan narsa kerak. Ariza nusxasi, qabul qilingan raqam, SMS, elektron murojaat, dalolatnoma nusxasi. Agar telefon orqali murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib oling. Agar idoraga borsangiz, arizaning ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va muhr yoki ro'yxat raqamini oldiring. Keyin bahs chiqsa, aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. Beshinchisi, qarzdorlikni bo'lib to'lash bilan aybni tan olish bir xil emas, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Agar siz katta summa bilan rozi bo'lmasangiz, darhol mayli. Verilmagan bo'lib to'layman deb ariza yozishdan oldin o'ylang. Chunki keyin tashkilot abonent qarzni tan olgan deyishi mumkin. Agar oilangiz gazsiz qolmasligi uchun vaqtincha to'lov qilayotgan bo'lsangiz. Arizada qayta hisob-kitobga e'tirozim saqlangan holda degan mazmunda yozish muhim. Albatta bunday vaziyatda huquqshunos bilan maslahatlashgan yaxshi. 6-si, eski qarz yangi egaga o'tishi masalasi. Uy sotib olayotganda notariusdagi hujjat yetarli emas. Kommunal xizmatlar bo'yicha alohida tekshiruv qilish kerak. Sotuvchi qarz yo'q desa ham, siz gaz idorasidan qarzdorlik haqida ma'lumot oling. Oxirgi ko'rsatkichni dalolatnoma bilan yozing. Plomba raqamini rasmga oling. Sotib olish-sotish shartnomasida kommunal qarzlar bo'yicha javobgarlikni aniq ko'rsatish ham foydali. Chunki keyin eski davrdagi qarz chiqib qolsa, siz sotuvchi bilan alohida bahslashga majbur bo'lasiz. 7-si, menga hech qanday ogohlantirish kelmagan degan gap har doim ham yetarli emas. Ba'zi tizimlarda SMS, shaxsiy kabinet, pochta yoki mahalla orqali xabarnoma bo'lishi mumkin. Lekin siz ham faol bo'lishingiz kerak. Har oy hisob holatini tekshiring. Qarzdorlik birdan paydo bo'lsa, darhol yozma murojaat qiling. 3-4 oy kutib yursangiz, keyin nega vaqtida e'tiroz bildirmadingiz degan savol chiqadi. 8-si, gazni uzib qo'yish masalasi. Agar qarzdorlik bo'lsa yoki xavfsizlikka tahdid aniqlansa, gaz ta'minoti cheklanishi mumkin. Lekin bu ham tartib bilan bo'lishi kerak. Sizga sabab tushuntirilishi, hujjat rasmiylashtirilishi, qarzdorlik yoki buzilish ko'rsatilishi kerak. Agar gaz asossiz uzilgan deb hisoblasangiz, shikoyatni kechiktirmang. Chunki gazsiz qolgan har bir kun oilaning turmushiga ta'sir qiladi. Ayniqsa qishda bolalar va keksa odamlar bo'lsa. Endi amaliy qadamlarni juda aniq aytaman. Birinchi qadam, bugunoq gaz hisoblagichingizni tekshiring. Hisoblagich raqamini, plomba raqamini, hozirgi ko'rsatkichni telefoningizga rasmga oling. Rasmda sana ko'rinishi yaxshi, lekin bo'lmasa ham telefon meta ma'lumotida vaqt saqlanadi. Hisoblagichning pasportini toping. Qiyoslash muddati qachon tugashini aniqlang. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilib ma'lumot so'rang. 2-qadam, to'lovlar va qarzdorlikni tekshiring. Mobil ilova, bank ilovasi. Shaxsiy kabinet yoki gaz idorasi orqali abonent hisobingizni ko'ring. Qarzdorlik bo'lmasa, skrinshot saqlang. Qarzdorlik bo'lsa, uning qaysi davr uchun hisoblanganini so'rang. Umumiy 22.500 so'm degan javob yetarli emas. Sizga hisob-kitob jadvali kerak, sana, me'yor, tarif, miqdor, asos hujjati, dalolatnoma raqami. 3-qadam, agar hisoblagich muddati tugagan bo'lsa, kutmang. Ariza yozing. Gaz hisoblagichimni davlat kioslovidan o'tkazish yoki almashtirish bo'yicha xodim yuborishingizni so'rayman. Arizada manzil, abonent raqami, telefon, hisoblagich raqami, hozirgi ko'rsatkichni yozing. Arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar elektron yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi skrinshotni saqlang. 4-qadam, xodim kelganda jarayonni tartibli qiling. Avval guvohnomasini ko'ring. Keyin hisoblagich ko'rsatkichini birga qayd qiling. Plomba raqamini solishtiring. Agar hisoblagich yechilsa, albatta dalolatnoma tuzilishi kerak. Dalolatnomada hisoblagich raqami, plomba raqami, ko'rsatkich, yechish sababi, sana. Xodimning ismi, sizning tushuntirishingiz bo'lishi kerak. Nusxasini oling. Nusxa bermasa, telefon bilan rasmga oling va nima uchun nusxa berilmaganini yozib qo'ying. 5-qadam, dalolatnomaga rozi bo'lmasangiz, jim imzo qo'ymang.
Men odamlar ko'p qiladigan xatoni ko'p ko'rganman. Xodim shoshiradi. Bu oddiy qog'oz, imzo qo'ymasangiz yomon bo'ladi. Keyin idorada tushuntirasiz deydi. Yo'q. Aynan shu qog'oz keyin sizga qarshi asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun tanishdim, lekin rozi emasman deb yozing. Nima bilan rozi emasligingizni qisqa yozing. Masalan, plomba buzilgan degan xulosaga qo'shilmayman. Plomba xodim kelgan paytda joyida edi. Yoki noqonuniy ulanish yo'q, qo'shimcha tekshiruv so'rayman. 6-qadam, katta summa chiqsa, darhol yozma e'tiroz bering. E'tirozda quyidagilarni so'rang. Qarzdorlikning batafsil hisob kitobi, dalolatnoma nusxasi, foto va video materiallar, tekshiruv natijalari, qo'llangan tarif va me'yorlar, qayta hisoblash davri nima asosida tanlangani. E'tirozni 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Javob kelguncha barcha hujjatlarni tartiblang. 7-qadam mustaqil yordamdan foydalaning. Agar summa katta bo'lsa, huquqshunosga boring. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, prokuraturaga, sudga yoki yug'ori turuvchi tashkilotga murojaat qilish zarur bo'lishi mumkin. Lekin har bir joyga bir xil emotsional shikoyat yozmang. Faktlar bilan yozing. Qachon xodim kelgan, nima degan, qanday hujjat tuzilgan, siz nimaga rozi emassiz, qanday dalillar bor, nimani so'rayapsiz. Faktli murojaat tezroq ko'riladi. 8-qadam suddan qo'rqmang, lekin sudni ham e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga suddan xat kelsa, baribir foydasi yo'q deb bormaslik katta xato. Sudda siz hisob kitobga e'tiroz bildirishingiz, dalillarni talab qilishingiz, ekspertiza so'rashingiz, muddatlar va tartib buzilganini ko'rsatishingiz mumkin. Sudga bormagan odam esa ko'pincha o'z imkoniyatini yo'qotadi. Keyin ijro hujjati chiqadi, kartalarga taqiq tushadi, mol-mulk bo'yicha cheklovlar boshlanadi. 9-qadam. Kvartirani saqlab qolish uchun qarzdorlikni nazorat qiling. Kvartirani yo'qotish odatda darhol bo'lmaydi, lekin katta qarzlar va ijro ishlari yillar davomida yig'ilib, og'ir oqibatga olib kelishi mumkin. Shuning uchun qarzni tan olmasangiz ham jarayonni nazorat qiling. Ijro byurosidan ma'lumot oling, sud hujjatlarini tekshiring, apellyatsiya yoki e'tiroz muddatlarini o'tkazib yubormang. Agar qarzning bir qismi haqiqatan mavjud bo'lsa, uni bo'lib to'lash bo'yicha rasmiy kelishuv qilish mumkin, lekin bahsli qism bo'yicha e'tirozingizni saqlab qoling. 10-qadam oiladagi hamma odamga bitta qoidani tushuntiring. Uyga gaz xodimi kelsa, bolalar, keksa ota-ona yoki ijarachi hech narsani tushunmasdan imzo qo'ymasligi kerak. Uy egasi bilan gaplashing, hujjatni qoldiring, telefon orqali bog'laymiz deyishi kerak. Ayniqsa, keksa odamlarni qo'rqitish oson. Hozir gazni uzamiz, katta jarima bo'ladi. Darhol imzo qo'ying deyishlari mumkin. Bunday holatda xotirjamlik va hujjat talab qilish eng yaxshi himoya. Men yana bir muhim maslahat beraman. Gaz hisoblagich atrofini toza, ochiq va ko'rinadigan holda saqlang. Ustiga shkaf, javon, quti qo'ymang. Xodim ko'ra olmasa, keyin tekshiruvga imkon berilmadi degan gap chiqishi mumkin. Ta'mir qilayotgan bo'lsangiz, hisoblagichni yopib tashlamang. Plomba ko'rinib tursin. Ko'rsatkichni o'qish oson bo'lsin. Oddiy tartib ko'p muammolarni oldini oladi. Agar siz hozir videoni ko'rib turib, mening hisoblagichimning muddati qachon tugashini bilmayman desangiz, bu signal. Videodan keyin birinchi qiladigan ishingiz aynan shu bo'lsin. Hujjatlarni toping, rasmiga oling. Gaz idorasiga telefon qiling yoki boring. 1 soat vaqt sarflasangiz, kelajakda 22.500 so'mlik bahsdan qutulishingiz mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, gaz hisoblagich masalasida beparvolik qimmatga tushadi. Hisoblagich muddati, plomba holati, dalolatnoma matni, ariza nusxasi, qarzdorlik hisob kitobi, bularning har biri sizning himoyangiz. Gaz xodimi kelganda qo'rqib ketmang, lekin bepisand ham bo'lmang. Hujjat so'rang, o'qing. Tushunmagan joyingizni yozib oling. Rozi bo'lmasangiz, e'tirozingizni dalolatnomaga kiriting. Agar katta jarima yoki qayta hisob kitob chiqsa, avval uning asosini talab qiling. Har bir summa qayerdan kelganini bilishga haqqingiz bor. Og'zaki gapga emas. Yozma hujjatga tayaning. Uy, kvartira va oilaviy byudjetni himoya qilish aynan shundan boshlanadi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Gaz xodimlari kelganda qanday muammo chiqqan? Katta qarzdorlik yozilganmi? Dalolatnoma bilan kelishmovchilik bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan huquqiy va amaliy masalalarni tushunarli tilda aytib boraman.